Voy tush cho'mil ayang urishmaydi. Ye cho'mil. Ya ayang. Jalol Qosimov o'ldi. Nima deyishding? Ayam o'ldiradi. Mana o'zini bering. Mol! Oyoq kiyimda kirma. Sifat ichida o'g'lim chiqdi. Nimaga sandiqdan sifatni pechinasini o'g'irlading? Ay! Aya! Go'ringizga olib ketasiz pechenani. Nimaga qo'shnini tualetini qo'yapsanlar? Tavba qildim. Yozda faqat bet qorayar ekanda. Oyjon, urushmang. Lablaring uncha yo'q. Shuni yech. Xush kelibsizlar, yana kiyingizlar, maylimi? Xo'p. Ya sniper misiniz ona? Bitta olay ona. Men senga tilma dedim-mi? Ay Grijam. Baribir yig'ona. Baribir yig'ona. Chimaysan! Birontang sifat shkolatiga tegmading. Sandiqqa sap qo'yaman, yangi yilda jizanlar. Ya o'lsin shu yangi yil. O'tgan yil Oliviya salatingizni yeyman deb dadam o'lib ketdi. Endi biz shokolad yemasdan o'tib ketamiz shekilli. Sifat shirinliklari. Onalar yashirishga arziydigan shirinlik. Ha, go'zal qiz jipirlab kiryapsiz ko'chkarga, men sovuqda kutib o'tiribman jinniga o'xshab. Voy shu sovuqda ham to'y qilasizmi jinni voy? Ha, o'zingiz shoshtirdingiz-ku. Sar yangacha kerak payt vizorda qilim. Ana sevizdan pamatajan berib turing. Hozir ketirib beraman. Xo'p, bo'pti, beraman hozir. Muhabbat. Men seni 32 yil kutgandim. Uzr. Kerakli paytda bezovta qildim-da, o'g'lim. Yo'q, keraksiz payt bezovta qilsangiz, ayajon, undaqa kerakli emas-da. Kela, yuzda uvajlayishni qiladigan kremingiz bor-edi, sepingizda, ana shundan bering. Kelib turinglar. Rahmatligini. Eshik yopaymi? Bor eshikni ichidan qufla. Nima bo'lyapti? Qanday bo'lyapti endi? Shu atringdan bitta sepay aka, hasidim lekin. Uzr endi, kerakli paytda bezovta qildim sizlarni. Aka boss, omad. Inangni eroman buyoqqa. O'g'lim uzr, kerakli paytda bezovta. Dada, men bir yilda umrimda bir marta uylanaman. Mana voy popuq, mana senga, mana bezvet senga, mana ayajon bu sizga. Mana Bloom Beauty Cosmetic'dan sizlarga kosmetikani dodalaridan olib keldim. 7 ta Toshkentda do'koni bor ekan, narxlari ham zo'r ekan. Yangi yil sovg'asi bu sizlarga. Meni tinch qo'yinglar, iltimos. To'xta, shuncha xarajat nima qilarding? Kelindigidan ishlatib edi, to'g'rimi? To'g'ri. Rahmatinglarmi menga? Bo'pti, xo'p. Obbo, qutuldim, yashasak bo'ladimi, ha? O'g'lim, uzr, kerakli paytda bezovta qildim. Boya eshitmading, ana. Nima dada, sizga ham kosmetikami? Yo'q, sarpoyingda Calvin Klein mayka turib ko'rdim, oppoqdan. Shuni menga bera olmaysanmi? Uni kiyganman, dada. Sal shoshibsan-da. Bir marta kiydingmi? Muhabbat. Men seni jonimdan sevgandim. Sochingni nimaga bo'yading? Xunoga bo'yadim. Bakalajaniymi? Sezildimi? Mana qara Shevchenko. 3-etajda bir boyaka yashaydi. O'shani uyiga tushasan-da, ko'zingga ko'ringan eng qimmat, eng zo'r narsani olib chiqasan, tushundingmi? Bo'la qol. Bo'la qol. Men nazorat qilib turaman.
chiqibsan, olib chiqib, молодец. Chanqab turgan. Qani nima olib chiqding? Anorani olib chiqdim. Nimaga? O'zing aytdingki, ko'zing yaxshi ko'ringan narsani olib chiq deb. Men shu yaxshi ko'rindi. Ha, uyning ichida brilliant, dollar, pullar yo'qmidi? Bor edi, stol ustida dollarlar turibdi, katta ustida brilliantlar ham bor edi jo'ra. Nima olmading? Menga bu yoqdi-da. Bo'yagan sochinga sani bor, bo'yagan sochinga. O'sha buni men hozir kirib o'zim chiqaman, sen nazorat qil. Sen nima olib chiqding? Nima olib chiqdi deb o'ylaysan? Brilliantlar pullarni olib chiqasan. Bir blok anor olib chiqdim, sendan ko'p olib chiqdim. Men zo'r o'g'riman. Sen chimo bitta olib chiqding, men ketdim. Assalomu alaykum qizlarjonlar. Bugun men pizza zakaz qildim. Roma pizzadan bilasizlarmi? Hozir aksiya ketayotgan ekan. Katta Milano yoki Roma pizzadan zakaz qilsanglar, pepperoni pizzasidan qo'shib berar ekan. Tekinga o'zi bu 55 ming turadi. Qizlarjonlar, sizlar ham zakaz qilinglar. Ha kelin. Bo'ldimi? Olib bo'ldingizmi Instagramingizga storiesingizni? Ha, yesak bo'ladimi endi pizzani? Ha, yeylik, onasini yemasdan qorni och qoldi. Ol. O'lsam, perval qo'sh. Blogerga uylanaman, zo'r pul topadi, tekinga ovqat yeyman deding. Mana ahvol. Ochdan o'lyapmiz. Sevdim-da, dada. Sevmay o'l. Yig'lamay, ol. Nimaga uxlatmading shuni? Maftunkor shirin kulgular kimda bor? Qo'shing amak, qo'shing. Mol nima sotyapsiz o'zi? Men bu ishni molni qishga kiyintirishim kerak. Baraka unda. Baraka. Odamlar keyin davay bozorga ketdik. Onam mening, onam. Qayerga? Guliston Saxovat. Nechi kishida? Bir kishiga pul beraman, bolalarim oldimda o'tiradi. Yo'yiba. Uyat emasmi, amaki? Uyat emasmi? Yoshingizni qarang, nima qilyapsiz? Nima deyapsan? Skors qidiryapman. Yo. Ha, ko'rishmi? Bu yenangning uyi emas. Aytib qo'ying, ko'rgan narsaga javishma, ko'zingni o'yib olaman. Ay, mana shu qis tug'adi, javob. Ya, sen qaydan bilasan? Ha, kalta kiyib olgan shamol edi-ku. Yemma, kalta bu yoqqa. Asta. Hozir aytdim, sharmandalarim bunlar senlaring. Bunga qanday chiqadi endi-ya? Aya, bunga duosini o'qi. Actually, don't look at him, look at me. Actually, look at me. Aliya, assalom qarindoshlar. Tabingizlar, biz Toshkent sutida. Mardombek qo'ylarni olib kiribdimi? Qo'yingiz jimtab turing, ana qilib turing. Ay, Toshkent sutiga keldik. Shunday chiroyli, ay, ko'zlar. Magic City. Magic City ekan. Kelingizlar sizlar ham, maylimi? Hozir rasmlarga tushaman, shunday jo'nataman. Voy Osinjon, muncha mazza sizga. Juda chiroyli joylarda aylanib yuribsizlar, ko'z tegmasin iloyim. Vel aylansang menga nima, so'qimlar. Undan ko'ra uyingni jinashtirib o'tirsang bo'lmaydimi? Qayga borsa videoga tashlaydi, men ichimda kuydirib. Minglarga kirib yuring. 40 mayizni yeganlarim, dunyo turguncha turing o'zimning jigarlarim. Sizsiz bu holim yomon. Onadan tug'ishganlarim, baxtimga bo'ling omon o'zimning jigarlarim. Voy Osinjon, rasmlaringiz zo'r chiqibdi. Biz borgan joyga endi boribsizlar-da? Yonida svetofor bor. Qizil, yashil, sariq yonadi. Biz qachon bordik bu yoqqa? Hech qachon bormaymiz. Siz mana shunaqa sumarligingiz bilanmi? Qishloqda svetofor ham ko'rmay o'lib ketamanmi? Men shunaqa adashgan ko'r qizmanman. Betingiz qursin, bordik deb qo'yavering. Kim ko'rib boryapti? Altın başın aman bo'lsin. Tappaning dollar bo'lsin. Mana tashkillarda o'qitdi, qarang otasi. Restoranlarda o'tirg'izdi. Endi restoranlarga olib keldim. Bunday chiqin narsalar olib berdim. Mana qarang. Mohitolar olib bergan. Ana, kimning o'g'li shunday, kimning o'g'li shunday. Mana 1 million shot bo'pti. Nima deysiz? Kimning o'g'li shunday, kimning o'g'li olib keladi shunaqa joylarga. Ey, Toshkentga borib osh yeganini maqtayotibdi. Undan ko'ra manancha shashlik yemaydimi? Ana nima edi? Temirda rasiga tiqib shashlikmi, nima go'sht pishirarku, nima? Men qaydan bilay u nima bu? Men ham bilmayman-da. Videoda ko'rganman faqat.
Ana qarindoshlar biz metrodamiz. Muncha salqin bu yer. Otasi sharmanda qilmang. Biz yerning ostidamiz-ku, antena yo'q-ku. Jinnimisan? Maniki Mobius sim kartasi. Yer ostida ham, tunnelda ham, metroda ham antenasi tikka turadi. Ularning yer osti stansiyasi bor-ku. Hozir biz rasmlarni jo'natamiz sizlarga. Toshkent Satangda tushganmiz. Ota bo'lib, ota qadrim bilayapsiz. Ona bo'lib, ona dardim bilayapsiz. Ular kabi biz ham bugun g'animatmiz. Kelingsiz ko'rishaylik jigarlarim. Boshqa chidolmayman. Ko'rishga ko'zim yo'q. Nenavish o'yini. Gruppangizga ham, qarindoshlaringizga ham hammasiga o'chirib tashlayman. Men gruppadan chiqib ketaman men. Gapirmang. Ya. Huvaydo Pakunili chart gruppadan chiqib ketdi. Ko'rilmagan. Men aytdim senga, ko'p maqtanmaylik dedim. Bu ko'tara olmadi. Orqasi jon